Peshkuni aholisi ahmoq. Peshku tumani misoliga olsak, Peshku tumani bilamiz, Buxoro viloyatining eng chekka tumanlaridan biri, iqtisod tomonidan va boshqa tomondan bir eng namunali bo'lmagan tumanlardan bittasi hisoblanadi. Uni tan olish kerak. Agar shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, Peshkuni tadbirkorlari tez orada sinadi. Ronaldoni ayoli yoki kimnidir ayollarini shunaqa insonlar chiqaradi, taqib yuradigan, olib yuradigan mashhur zodagonlar, oq suyaklar deydi. Xitoyga Toshkentdagi O'rikzor yoki Abu Saxiy, Bekbarakadagi odam bordi, tovar olib keldi. Birinchi savol, u birinchi qo'ldan oldimi zavoddan? Nima uchun sifatsiz tovar olish kerak? Nima uchun qimmat tovar olish kerak? Xo'p, meni taklifim, turdim, o'sha biznesmen yigitlar bilan to'g'ri Xitoy ketdim. Xitoy bordik. Umuman meni taassurotlarim 180 gradusga o'zgarib ketdi-da.